Bugun kursimizni 1 oy oldin bitirgan 8-padok o'quvchilarimizdan kursdan qanday natija olishganini so'raymiz. Birinchi o'rinda o'zim biznesim Aziz turizmni rivojlantirdim va o'qishda pulini 2 oyda proyekt olib yopdim. Nazira Rasulovaning kurslarida o'qidim. 4 yillik orzuyim amalga oshdi o'qib. Aslida o'zim biznesim uchun o'qigan edim, lekin hozir proyektlar ham olib ishlayapman. Mani ismim Muzifa. Men Qirg'izistondan kelib o'qidim. Videoga rasm yozishni umuman normalni bilmasdim. Hozir hamma yo'g'i zo'r. Blog orqali o'quvchi qizlarni yig'ib dars beryapman konditerlik bo'yicha. 2 oy o'sha shogird bo'lib chiqib ishlashni boshladim. 6 ta proyekt oldim va kurs pulini 2 oyda 2 barobar qilib chiqarib oldim. Ustozimga rahmat, mashhur ustozim, Nazira ustozim, borlaringga shukur. Mobilografiyadan juda fundamentim bo'lgan, lekin Nazira opada o'qiganimdan keyin o'zimni yo'limni topishimga Nazira opani hissalari juda ham katta. Hozirda 14 milliondan oshiq daromadim bor 1 oyda. Nazira Rasulovaga katta rahmat. iPhone olganimda uni ishlatishni bilmasdim. Ko'p yangiliklar o'rgandim, videolarni olishni, chiroqlar bilan ishlashni. Bundan tashqari juda ham ko'plab dugonalar orttirdim. Blogimni yuritgani juda ham katta motivatsiya berishdi. Juda ham xursandman bu kursda o'qiganimda. Men mobilografiyani Naziraxondan o'rgandim. O'zimni fruktoviy asoschi bo'lganim hisobiga, o'zimni blogimni yurgizish uchun qo'ldan boshlab hammasini o'rgandim. Montajlarini ham o'zimiz qilyapmiz hozir. Kurs tugamasdan to'lovni pullarini chiqarib oldim. Hozirgi kunda 3 ta proyektim bor. Mobilografiyadan umuman hech nimani bilmasdim. Uyda o'tirgan qiz edim. Nazira Rasulovani kurslarini bitirishim bilan 3-4 ta proyektlar bilan ishladim. Xudoga shukr, hozir daromadga chiqqanman. Mazza qilib ishlab yuribmiz.